İslamiyat, azadiyat, adolat va ukhuvat falsafasidan sekularizm safsatasiga nazar. Avtori Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Sekularizm xarakteri jihatdan elib aytganda ijtimoiy jamiyat va siyosatdan dinni siqib chiqarish xohishini ifodalaydigan uqum bo'lib, oxirat bilan aloqasi yo'q bo'lgan, ruhiy, ma'naviy bo'lmaslikni shart qilgan diniylikning qarama-qarshisi sifatidagi dunyochilikni ko'rsatadi. Afsus, yaqinqi kunlarda milliy mustaqillik mavqesida sog'lom turib kelayotgan va milliy da'vo yo'nalishida yangi qadam ilish bilan ko'zga ko'rinayotgan bir turkum yoshlarimizning islom dunyosining tarixda barpo qilgan qonun va davlatchilik falsafasini yo'q sanab, har davriga bab qonun tuzum sistemasini qurib chiqish salohiyatiga ega islom shariatini shundaqla o'xshash shaklda islom dunyosining g'arb dunyosining taqlidchilari bo'lish ko'zlanib, bugünkidek shakllanishiga majburiy ul qilib yasab chiqilgan va bugungi musulmonlar dunyosi burni qulqug'icha petib yashashga majbur bo'layotgan sekularizm illatini to'limi yuzaki va oddiy tushunadiganligini ko'rgan bo'ldik. Sekularizm qonun tuzum va jamiyat tartibini faqat insonlar belgilaydi degan asosga tayong'achqa, bu izm umuman dinlarga, jumladan jamiyat va barliq dunyo ishlarini radga solishga Alloh tarafidan bekitilgan shariatga ziddir. Shundaqla bu islomning qonun manbachilik ideyasiga qarshi mavqe tutilgan hamda islom nazaridami shariatga zid bo'lgan izmlardandir. Ya'ni islom elib kelgan ilohiy qonunni chatga qiqish, shundaqla islom dinining hayotning barliq sohalariga yo'l ko'rsatkichi bo'lishiga chek qo'yish, uni ma'lum tor doirada rol o'tishiga yo'l qo'yib, siyosiy va ijtimoiylikdagi cho'ng rolini cheklab, dinni keng ma'noda musulmonlar turmushidan yiroqlashtirish va hatto uni rad qilish sekularizmning asosidir. Buningda sekularistlarning tutgan mavqelari farqli darajada albatta. Din va axloqqa o'xshash intayin nozuk va sazgur masalalarda sekularistlarning tutgan mavqesimi islom va musulmonlarning mavqesiga intayin zid keladi. Islom va musulmonlar nazarida cho'ng gunohlar qatorida sanalgan jinsiy erkinlikla emas, hatto benormal jinsiy munosabatni sekularistlar din aralashsa bo'lmaydigan shaxsiy erkinlik deb qo'g'dab kelmoqda. Bular sekularistlarning din, axloq va turli masalalarda tutgan maydoniga misol bo'la oladi. Sekularizm siyosat, iqtisod va hokimiyat, shundaqla axloq va qimmat qarash jihatdan islomga zid va yat tuzum bo'lganidek, 10 asr mobaynida islomiyatga e'tiqod qilib kelayotgan millatimizning islomni butun hayotga tatbiqlash borasida davlatchilik dasturi bo'lmish Qutat G'ubiylik kabi asar yozgan olimlarimizning, shundaqla bu tarixiy jarayondagi davlatlarimizning yaqinqi zamonlardagi ikki jumhuriyatimizning ro'yig'imi va bu jumhuriyatlarni qurgan bo'g'larimiz, olimlarimizning tanlashig'imi, ya'ni milliy davlatchilik an'anamizga yotdir. Shundaqla mustaqil davlat soyavini ostida islomni hayotning har bir sohalariga qadar to'sqinsiz, cheklimisiz va erkin yashash istikidagi musulmon xalqimizning irodasiga muzitdir. Albatta, shariatni bo'bölashtirishga yarab kelayotgan, dunyoga islomni va musulmonlikni yomon ko'rsatishning bahonasiga aylanib qolgan hamda siyosiy g'arazlarning o'yinchoqlariga aylanib qolishdan xoli bo'lmagan kunimizdagi ba'zi chirik hokimiyatlarni oshqun dindorlikqa moyil islom orqadagi ba'zi davlatlarni misol keltirib, diniy davlat degan mana mushundoq bo'ladi deb xalqimizga islom shariatining mos kelmaydiganligini imo qilish musulmon ajdodining varislariga emas, aksicha sekularizmlik dunyoning mustamlikcha zehniyatiga varislik qilishning jumlasidandir. Shundaqla diniy davlat chiriklashidi iddiosimi chirkov hokimiyati tasavvurini va buning ma'lum ma'nodagi taqlidiy nusxasi bo'lgan Shia iqimining siyosiy sistemasini islomga uyg'un hokimiyat sistemasiga vakil qilib olishdan boshqa ish emas. Oddiysi bu yana islom jumhuriyati qurgan abo ajdodlarimizning shaxslarni emas, sistemini asos qilib davlat qurganligini, chiriklashishning oldini olish uchun salohiyat va layoqatni asos qilganligini, saylam va nazorat tuzumini yo'lga qo'yib, o'rnak bo'lishga arziydigan shar'iy qonun sistemasiga ega jumhuriyat tuzumi va nizomi qurib chiqqanligidek tarixiy ulguni o'ginib chiqmaganlikning islom davlat qurilmasining sekularizmchilar iddao qilayotgan va g'arbcha atalishi bo'lgan diniy davlat formulasiga tushmaydigan farqli qurilma va sistema ekanligini bilmaganligining ifodasidir. Sekularizm shuarini xuddi ba'zi musulmon davlat rahbarlariga o'xshash g'arb dunyosining qo'llashini keltirish yo'lida taktika sifatida ishiltish ayrim masala. Lekin uning bu dunyolik mastanasiga aylanish intayin arzon va yuzaki tashviqlar bilan uni xalqqa qabul qildirishga zo'r qo'sh, noroziliklarni jaholat sanab, ularni ayblash boshqa masaladir.
Şoňa islom şeriatini hozirgi zamon davlat tuzumida yaramaydi, şeriat sistemasi davlatni har jihatdan boshqarishga mos kelmaydi degan asosda musulmon hokimiyatlarga tengilish yo'li bilan islom olamiga singib kirgan, shundaqla mustamlikchi kuchlarning ariq terak bo'lishi va tayinlishi bilan qurilgan hozirgi zamon ulus davlatlarda yurgizilib kelgan sekularizmlik tuzumini kelgusi chiqish yo'li qilib tanlash ya islomni sekularizmcha tushunib olish yoki bo'lmasa sekularizmnimi islomnimi yuzaga tushunib olishdan boshqa ish emasdir. O'tmish va bugunda boshqalar dastigan kechikki dastimay turib mustaqil bo'lolmaydiganlikdek xiyolilik va har qanday bahona bilan sekularizmni islom shariatining o'rniga dastitish, mundaqcha aytganda sekularizmchi tuzumni so'zuklik, islomiy qurilmaga ega tuzumni chiriklik sanash xohishi bo'lsa, amaliyotda islomning din va dunyo ishlarini tartiblashga, to'g'ri yo'l ko'rsatishga nozil bo'lgan din bo'lishdan sirt, xarakter jihatdan o'z navbatida din va siyosatni bir gavda qilgan shamil tuzum yoki sistema ekanligini bilmaslikdan iborat jaholatdir. Sajiya Islom tadqiqot markazi